Bir necha yillardan buyon bo'g'im kasalliklari bilan og'rib kelardim. Demak, tunda ham og'rigansiz. Albatta, tuni bilan og'rib chiqardim. Xo'p, menda muntazam sovqotish bor edi. Shu orqali demak bemorimiz bilan ishladik. To'qimalariga ishladik, tomirlariga ishladik, mushaklariga, paylariga va hokazo nerv bo'limlariga ishladik. Mana natija. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Mana bugun yana bizda yaxshi natijali bir bemorimiz yaxshi bo'lganlaridan keyin, sog'liklari ko'paygandan keyin xursandliklarini elga bildirmoqchilar. Hozir o'zlarini tanishtiradilar. Bu kishini men oldin videolarini qo'ygandim. Agar bunga qiziquvchilar bo'lsa, hozir tepadan bir burchakka chiqadi. Shu videoni eslatmasi, shuni bosib kirib ko'rishingiz mumkin. U yerda artritni va polartritni qanday qilib tashxis qilib sabablarini aniqlaganimiz to'g'risida video qo'ygan edik. Hozir endi o'zlaridan so'raymiz. Bizga kelganingizgacha oldin o'zingizni tanishtirsangiz. Men Hakimova Mahbuba, Qo'qon shahridan keldim. Yoshim 54 da. Bir necha yillardan buyon bo'g'im kasalliklari bilan og'rib kelardim. Kelganimga mana 1,5 oy bo'ldi. Endi hozir har haftada 10 kunda bir muolaja qildik. Kelib ketib qatnab davolandilar. Mana shu o'zingizda qanday og'riqlarni his qilardingiz va hayotingizda sifati qanday edi? Men doimiy og'riq bilan uxlab, og'riq bilan yurardim. Doimiy og'riq hamrohim bo'lib qolgan edi. Demak, tunda ham og'rigansiz. Albatta, tuni bilan og'rib chiqardim. Keyin tez-tez bo'g'imlarimda qotish bo'lardi. Muntazam ravishda antibiotik, muntazam ravishda og'riq qoldiruvchi ukol va dorilar ichib yurardim. Xo'p, menda muntazam sovqotish bor edi. Hattoki tunda ham qalin o'ranib yotardim to'g'risi. Demak, uyquda odamlar yengil bo'lib yotsa, siz kiyinib yotasiz. Albatta, chunki sovqotish, agar shunday yotmasam ertalabga og'riq kuchayib ketardi-da. Ertalabga og'riq kuchli bo'lardi. Hozirchi qanday yotibsiz? Birinchi muolajadan keyin isish boshlandi. Bemalol hozir paypog'imni men hattoki yozda yechmasdim. Hozir bemalol paypog'imni yechib, uyda bemalol yengil o'tiryapman. Yaxshi. Demak, siz tomoshabin mana e'tibor beryapsizmi? Holatni qanchaligini. Tasavvur qiling. Inson shu darajada og'riqlardan bezib qolganligidan, shu darajada tanasidagi o'sha muvozanat buzilib ketganligidan nervni sistemani aytamanki, 3 ta nervni sistemani muvofiqlashtirishimiz kerak. Shunda odam og'riqlardan qutuladi, shunda odam baxtli, sog'lom yashay boshlaydi deyman. Mana bu kishida endi shart emas, bu yerga aytib o'tish, juda ko'p narsani ishladik. Yana bir marta aytaman, videoni kirib ko'rib olishingiz mumkin. Mana endi hozirgi rezultat. Og'riqlar qanday? Og'riqlar tunda butunlay to'xtadi. Mana shu artritizdan tashqari yana qanaqangi sizda yo'ldosh muammolaringiz bor edi va shular ham yo'l-yo'lakka ketib qoldi. Shuni ham bilsangiz, gapiring, eslasangiz. Xo'p, birinchi muolajadan keyin isishni boshlandim, tanamda yengillikni his qilishni boshladim. Ikkinchi muolajada surunkali bosh og'rig'im bor edi. Ikkinchi seansda ketar chog'iz boshim og'rib turibdi, shuni aytmagandingiz. Albatta. O'sha ishlaganimiz bir marta ishladik. Bo'ldi. Shu bilan bosh og'rig'im to'xtadi. Alhamdulillah, Allohga shukr, behad shukr. 3-seansda belimda og'riq juda kuchli edi. 3-seansda beldagi og'riq to'xtadi. Oshqozondagi og'rig'im ham men endi ko'p antibiotik ichib, og'riq qoldiruvchi dorilar ko'p ichganim uchun oshqozonim ham og'rirdi doimiy. Oshqozonim 3-muolajadan keyin to'xtadi og'rig'i. 4-muolajadan keyin peshob yo'llarida muammo bor edi menda. Bir necha yillardan buyon xronskiy sistit bilan og'rirdim. Alhamdulillah, Allohga shukr, sistit kasalim ham yo'q. Hozircha bezovta qilgani yo'q umuman. U tomondan ham ancha shifo topdim. Bilmaganlar uchun men amaliy kineziologiya sog'lomlashtirish metodikasi bo'yicha 18 ta xalqaro sertifikatga ega bo'lgan mutaxassisman. Meni uslubimni qabul qilganlar bilangina ishlayman, ya'ni ularni muolaja qilaman. Chunki bu uslub
juda ko'pchilik tanigan zamonaviy meditsina ham emas va ba'zilar tanigan, ya'ni ozchilik tanigan va endi rivojlanib kelayotgan kinezologiya ham emas. Meni kinezologik tashxisim va muolaja qilish uslubim ko'p jihati bilan farqli. Chuqur tashxis va chuqur muolaja qilaman. YouTube kanalimga a'zo bo'ling, Telegram kanalimga a'zo bo'ling va meni o'rganing. Nasib bo'lsa ko'rishamiz. Men aytganman, hurmatli tomoshabin, men sehrgar emasman. Men qandaydir bir mo'jizaviy odam emasman. Men shunchaki ilm berilgan odamman va meni muolajam ba'zi bir insonlarning aqliga sig'masa-da foydasi bo'lar ekan. Albatta, inshaalloh. Men shifo topdim. Agar birinchi kelgan holatimga solishtirsam, endi 100% o'zgarish bor. Alhamdulillah. Qoniqyapsiz. Albatta. Demak, aziz tomoshabin, mana kuchli ximiyaviy dorilarsiz ham, hatto siz bu kishiga bir o'simlik ham berganimizni eslamayman. Birinchi 10 kunlikda ichdim giyoh. Berdimi? Ko'rdingizmi? Birinchi 10 kunlikda berilgan giyoh bo'ldi. Qolgan payt faqat muolaja o'sha osteopatik uslubda bo'ldi. Osteopatiya uslubida meni o'zimni rivojlantirgan o'sha qobiliyatlarim bor. Men buni juda ko'p gapirganman, buni to'xtalib yotmayman. Shu orqali demak bemorimiz bilan ishladik. To'qimalariga ishladik, tomirlariga ishladik, mushaklariga, paylariga va hokazo nerv bo'limlariga ishladik. Mana natija yaxshi bo'ldi. Alhamdulillah. Endi faqat bitta narsa, endi hammaga aytaman, sizga ham aytaman. Profilaktika nuqtai nazaridan yana 1-2 kelib ketishingiz kerak bo'ladi, faqat 1 oydan keyin. Inshaalloh. 1 oydan keyin. Ungacha shart emas. Shu vaqtgacha intensiv kursimiz bo'ldi, 1 hafta 10 kunga muolaja bo'ldi. Endi 1 oyga 1 kelib, 1-2 marta kelib o'zingizni bir ko'rsatib ketasiz. Ya'ni men o'sha sistemangizni, nerv tizimingizning holatini baholashim uchun. Agar joyida bo'lsa, bo'ldi, qaytib ketaverasiz. Agar yana organizm ozroq yordam kerak desa, o'sha so'roviga qarab, demak muolaja qilamiz. Sizdan xursandman. Albatta. Yana ham davomli bo'lsin o'sha anaqangiz, sog'ligingiz, barokotingiz va o'sha yaqin birodarlaringizga, tushunmaganlarga, ayniqsa ishonmaganlarga mana ayting, marhamat, shu uslublar bilan davolash mumkin ekan. Albatta. Inson salomatligini ko'paytirish mumkin ekan. Sizdan xursandman, hurmatli tomoshabin. O'ylagan insonlar uchun, tafakkurli insonlar uchun bu yetarli bo'ldi. Ishongan ishonadi. Hamisha aytaman, ishonmagan baribir ishonmaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar. Hammasi uchun sizga rahmat, rozi bo'ling. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ishlaringizga omad tilayman.